Rasmda ko'rib turgan ayol meni guruhimga qo'shilganlarida juda ham achinarli ahvolda edilar. Grija, ya'ni bo'yinda, bel sohasida grija, qo'llarini harakatga keltira olmasdilar va oqibatda bir joyda yotib qolgandilar. Vazn juda ham katta. Bularga tezda yordam berishga kirishdim va marafonga olishdan oldin juda ham ikkilanish bo'ldi, sababi olib keta oladimi, marafonim ularga ijobiymi, qanaqa salbiymi, qanaqa ta'sir qiladi men uni bilmasdim. Lekin harakatda davom etdik, birgalikda, ya'ni olib ketdik va bir haftani o'zida mana shunaqa natijaga erishdilar. Ya'ni 30 sifra kela boshladi bir haftada va 2 oyda 25 kilo sog'lom vazn yo'qotib, meni guruhimdan sog'lom tarzda chiqib ketdilar va hozirgi kunga qadar 30 sifra yozadilar. Chopqillab yugurib yuraman, огородlarda ishlayapman. Mana shunaqa 30 sifrani eshitib men juda ham xursand bo'ldim va bitta narsaga amin bo'ldim. Hech qanaqa operatsiyalarsiz ham tiq tekkizmasdan turibman. Men ularni oyoqqa turishigacha ham yordam berdim, albatta Alloh izni bilan. Agar sizga shunaqa chiroyli natija kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir menga marafon so'zini yozib qoldiring.